Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Saudiya Arabistonida o'tkazilgan Osiyo Kubogi U17 musobaqasi final uchrashuvi ham o'z yakuniga yetdi. Finalda musobaqa mezbonlariga qarshi maydonga tushgan o'smirlarimiz haqiqiy mardonavor o'yin namoyish etdi. Uchrashuv hakamining ikkita qizil kartochkasi ham, tulkiga dars beruvchi arab futbolchilarining hiyla-yu nayranglari ham O'zbekiston o'smirlar terma jamoasini g'alaba qozonishiga to'sqinlik qila olmadi. Birinchi bo'limning o'zida ikki futbolchimiz hakam tomonidan maydondan chetlatildi. 40-daqiqada Sarsenbayev, 45-daqiqada Abdukarimov hakam tomonidan maydondan chetlatildi. Ikkinchi bo'limda maydonda 2 kishi kam bo'lib harakat qilgan terma jamoamiz 51-daqiqada Hakimov, 70-daqiqada Hasanov tomonidan urilgan gol evaziga 2-0 hisobida g'alaba qozonib, Osiyo Kubogi g'olibiga aylandi. Ne'matulloh Rustamjonov turnirning eng yaxshi darvozaboni, Asilbek Aliyev turnirning eng yaxshi to'purari, Sadriddin Hasanov turnirning eng yaxshi futbolchisi sovrini bilan taqdirlanishdi. Ushbu g'alaba bilan barcha terma jamoa a'zolarini tabriklagan holda kelgusida bundan ham katta yutuqlarni qo'lga kiritishliklarini tilab qolamiz.